Bu yerda yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Men o'ylaymanki, shu ishlaydigan tomoni intizom kuchli bo'lsa, oldin hozir ham aytdim, keyin ham aytaman, disiplina bo'lmasa hammasi bir teng. Agarda intizom bo'lsa, lekin bitta narsani ham hisobga olish kerak. Masalan, o'sha qisqa muddatda ingliz tili juda ko'payib ketgan. Menimcha shu oxirgi 4-5 yil ichida reklamalarda ko'ramiz. Reklamalarni asosiy vazifasi reklama qilish. Tanlayotgan insonni o'zini aqli bor, ya'ni bilish kerak, qiziqib ko'rish kerak, o'qib ko'rish kerak. Masalan, qancha muddatdan, nima leveldan u shu natijaga erishadi. Bizda shu qisqa lo'nda reklama beriladi. Odamlarni biz o'zbekmiz, baribir soddamiz, to'g'rimi? Hamma narsaga ishonamiz. 1 oyda IELTS oldi, 2 oyda IELTS oldi desa ham uchib ketamiz shu yolg'onlarga. Lekin o'ylardim, shu ishlaydi, ishlamaydi emas, lekin 0 bo'lgan darajada, ya'ni beginnerdan ishlamaydi. Baribir ham уровеньingiz достаточно yaxshi bo'lsa, masalan aytaylikki, upper intermediate bo'lsa, 1 oy, 2 oylik kurslarda qatnashib ham shu yetarli, o'zingizga yetarli bo'lgan darajaga erishish mumkin. Lekin afsuski, juda ham hozir shu bizani o'sha ingliz tili anaqamizda juda ko'p yolg'onlar ko'p, masalan reklamalarda o'zim ham bir ikkita qurboni bo'lganman bu reklamalarni.